Shu baytam qistaydim, Voletam yerda ammasinikida joylashganda posh. Qorbi, Salomat bo'ling. Qaytib ketdi. Mahmudov? Mahmudov, yaxshimisan? Domla, keling. Assalomu alaykum ustoz. Mahmudov, bugun qorovulagansan. Bitta o'zing qo'rqmayin deb sheriklikka keldim. Mo'nishaptir. Hojatga o'tib kelay. Bo'pti. Vo'jora. Jo'ra yaxshimisan? Nodir ustoz bugun o'tib qolibdilar. Ertalab ta'ziyaga o'tib kelamiz. Domla, men bilan u. Hozir hazil deb aytaman. Bo'pti, boshqalarga telefon qilishim kerak. Mahmudov, kim bilan gaplashyapsan? Endi xafa bo'lmaysan, Mahmudov darsda bolalarga baqirib o'rganib qolibman. Chiq o'tiraman demaysan, chiq. Senga nimadir olib keldim. Ha, raya suvi, har xil ta'mlari bor. Senga yoqadi deb qovun ta'mlisini oldim. Anjandan chiqadi. Domla, men ham Anjandan chiqqanman. Lekin ertaga peshinga chiqmasam bo'ldi-da, domla. Pashalarim rosa ko'p ekan, oyog'imni mamatala qilib tashadi. Ustoz oyog'i tuyog'mi? Ustoz oyog'i tuyog'mi? Qanaqa tuyoq? Jundor odamman, bilasan. Hojatga chiqib kelay. qo'ya, qayerga ketyapsan? Yaxshiyam tushib ekan. Qo'yog'im chiqib qoldi. Shu zormanda o'lgurdi, qaytib ichsam, it o'le. Mahmudov, u orqangga shuni hozir maza qilib ichardi-ku. Onangni emgir. O'zbekiston 3-1 ham bo'ladimi? Kim bolasisan? Dadam bolasimi? Bor deding chaqir tez. Hayvon. Rais va salom. Uqsiramay o'lgur, hayvon. Nima qildim, rais bu? Derazangga rishotni o'rnatmagansan. Bola 4-etajdan tushib ketdi, ilib oldi. Ilib olmaganda nima bo'lardi? Hayvon, senga yaxshilik qilaman, yurma yoqqa. Bu odam taniysanmi? Yo'q. Bu odam xavfsiz panjaraning rahbari bo'ladi. Salom alaykum. Senga bonus. Hozir senga panjara o'rnatib beradi. Shep o'zingiz qahmanda o'qib berasiz. Ko'zimga ko'rinma, asabim o'ynatib. Yaltirab turibdi. Mana shularga xavfsiz panjaraga murojaat qilsangchi, bemalol o'rnatib berib ketishadi. Toshkentda eng nomeradini, eng arzoni mashina bo'ladi. Kvadrat metri 200 ming so'mdan. Uxti. Toshkent va Chirchiq shaharga bemalol o'rnatib berishadi. Yurchi bir ustalar ko'raylikchi. Ha, qo'yog'i o'rnatsang yarim soat, 1 soatda o'rnatib berib ketishadi. Bolalar uchun ham xavfsiz. O'lchash, o'rnatib berish bularda tekin. Ayog'i? Morg'ara meni bemalol ko'taryapti. O'ta qichiq, o'ta mustahkam bo'libdi. Bugun O'zbekiston Portugaliyani qo'yog'isini chiqaradi. Komil! Kechir meni hayotning nodon bolasi. Qadringni bilmadim, ey birinchi yor. Satak, yurmayqa futbol ko'ramiz. Xotin endi uzr, O'zbekiston o'ynaydi-da. Yetta kelib qo'ydingmi deyman-da, omma monitorda zo'rini o'rnatibdi. Bugun futbolda qichig'i bo'ladi. O rais bolaga men ham futbolni cho'tga o'ynayman, bitta ko'ring. Skoriy chaqiringlar, kim ichirdi bunga? Futbolchi degan manaqa bo'ladi. Men mahallaning komandasiga legioner olib keldim. Katta transfer qildim, qarab turish. Mana bolani qo'shni mahalladan 2400 so'mga sotib oldik. Hozir driblinini ko'rib chiqamiz. Pulga kuydik. Yuring sekin, ha. Nima bo'ldi bunga? Ha, rais bu Ronaldo muxlisi. Kecha Messi 2 o'yinda 5 ta gol urgan ekan, mazasi qochib qoldi. Bugun o'zbeklar Ronaldo'ni qamanda o'qiladi, komaga tushirib qo'yadi. Rais yoshingizcha 69 da bo'lsa ham, chosharingiz qop-qora, cho't ko'taradi. Buni siri nimada? Ha, hayvon 8000 mingalik 2 litrli shampunlardan ishlatmasdan, manaqa HSRV degan original shampunlardan ishlat, soch tanlamaydi. Sochning ildizini mustahkam qiladi, yallig'lantirmaydi. Hidi ham qichiq, uzoq turadi. Nomesingdan chiqmasin, magazinga borganda makillamagin. HSRV. HSRV. Ha. Futbol vaqti ham bo'lib qoldi. Assalomu alaykum. Bugun 2026-yil 23-iyun, seshanba. Bugun O'zbekiston bilan Portugaliya o'ynaydi Rolando. Tufligim ko'rindimi? Ko'z tegmasin, mahallamizning blogeri zo'r ijod qilyapti. Podpiska tashab qo'yish. Rais boshlandi. Ronaldo qoch qusonib kelyapti. Bo'pti. Nima qilyapsiz? Ha, basharani tozalab bering dedingiz. Bu basharani qaynatish kerak. Qo'lingizni torting, qo'pol. Uka, mijozlarga qo'pollik qilyapsan, ishdan bo'shading. Pashole.
Menga umuman vaqt ajratmaysiz. Qachon qarasa kompyuterxonada yurasiz. Bir haftada bir marta ko'rishamiz. Jonimga tegib ketdi. Seni jag'ing tinami? Jag qilaverasan. Botoks qilib qo'yaman lavingni. Namuncha qo'polsiz? Boring, yo'qoling. Ukalarim mashtaringizni tushirganingni pullaringni beraman. Nima uchun qo'polsan? Ishlamayman sen bilan. Uka, sen chelevik pavukka o'xshab sakraysan hozir. Ishlar, mana ko'ringlar. Bitta sakra ber. Ey, yosh bolalar bilan nima qo'pol hosil qilyapsan? Ma'mur aka, bolalar bilan hazillashib o'ynayapsiz. O'zingiz qayerga ketyapsiz? Bu mashinaga yangi balon ko'rib kelay deb ketyapman-da. Ma'mur aka, mana barshinalardan ishlating, jahon standartlariga ham javob bera oladi. Yamalarni ko'rmaganday o'tib ketadi. Dadam bitta balon qo'ydirgan ekan, bir oyga qolmay lisi bo'lib ketibdi. Bastab kelyapman meni. Bo'pti, barsdan olaman bo'lmasa. Navbat aka, assalomu alaykum. Olmazdan bitta bering. Yo'q, tiqilib qo'ying. Ya, navbat aka nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Unaymi? Nima qiling? Nima turing? Ya, navbat aka o'pka chiqib ketdimi? Ay, tos. Shampun ko'zimga kirib ketyapti, dada. Mike Tyson ham mana shunaqa shug'ullangan ekan. Sezgi organlaringni yoqishing kerak. O'tkazib yuboryapsan. Sen hayvonni sportchi qilmasan bo'lmaydi. Tos, don, ziki. Sen hayvon donno zikida ham yutkazib qo'yasan. Qanaqa sport turiga olvorsanmikin, a? Sen hayvonni kiber sportga beray desam, kontrda ham yutkazib qo'yasan, ey. O'g'lim haligi mana yugurish sport turi bor, shunaqa ham qila olmaysanmi? Yo'q, dada. No, gazasivichkalardan chaqa aqli teshlanadi. Sen parasatga qaysi sport turiga bersanmikin, a? Hatto ham ovqat qilishni ham bilmaysan, a? Mol boqishni ham bilmaysan, a? Men baqib yuribman seni. Dada meni qo'limdan repetish keladi. Qani, aytchi o'g'lim. Sen o'zbek massa, sen hindistonliksan, o'tiribsan matta, sen o'zg'irt latta. Hozir buyukni Amerika massasi bilan uraman. Hayvon. Ali Tabibinskiy ishga tushdi. Bemorlar kelini o'radi. Kimning abati? Sizda nima kasallik? Yo, menda kasallik emas, meni bolam kvadrober bo'lib qoldi. Bobik, opka. Birat unaqa ishlarga meni aralashtirmang. Keyingisi. Sizda nima kasallik? Tabib, bir oydan beri uxlamayman. Uyqusizlik kasalligiga uchraganman. Men sizni bitta uxlatib qo'yaman, ishani. Ustiga adyol tashab qo'yinglar, bazan qilib uxlasin. Keyingisi. Sen qo'yog'i bilan o'tkazsapan ichishga qarshi lecheniya qiladi, to'g'rimi? Bitta ichadigan bo'lsa, bitta barmog'ingni uydagilarni kesib yuboradigan edi. Nima bo'ldi? Vo, onasini ham sen qo'yog'ida barmoq qolmabdi-yu. Oyog'imdagi barmog'im ham qolmadi. Lekin maza qilib ichkim kelyapti-da, Tavib tog'a. Nima tavsiya berasiz? Hozir bitta barmog'ingni kesib yuboraman, ichish tugul hayotga ham qiziqishing qolmaydi. Yo'qol hayvon ko'zing go'laymi o'liga. Endi jicha kutib turasizlarda bemalol, bizda obed. Sizlar ham mana raya suvlardan ichinglar, o'zimiz anjanda ishlab chiqariladi. Tabiiy zamzam suvlari qo'shilgan. Oyog'im qizyaptimi? Tur yo'qol itga o'xshagan hayvon. Oling bari kvadrobrizni. Yashamaylik ekanda. O darmayet nima qilyapsan? Yomg'irga chap beryapman. Yanosini qaranglar. Gullarim uzunmi, gullarim. Yomg'ir yog'yapti, gullarga suv quyyapti. Endi bolalarim parosatni ishlatadigan yoshga ham yetib keldinglar. Sal hunar o'rganib, kasb o'rganib, bir dadamga mashina sovg'a qilay degan narsa ham bo'lsin-da. Dadamizga bitta mashina sovg'a qilmaymizmi? Otajonim, sizga sovg'a olib keldim, qarang. Bu nima? Barshinalari jahon standartlariga javob beradi. Yamalarni ko'rmasdan sakrab o'tib ketadi. Mashina haydab yurgan akalar biladi qanaqa shinaligini. Hayvon mashina olib kelmading, mashinam yo'q, buni qaytib yo'nataman. Sekin bo'ladi-da, dada. Mana bugun balon olib keldim. Ertaga kapot olib kelaman. Dadajonim, mashinangizga nimcha olib keldim. Parosat yo'q. Qaysi mashinamga olib kelding? Dada sekin bo'ladi-da. Bugun nimchasini olib keldim. Ertaga aptechkasini ham olib kelaman. Yashamaylik ekanda.
Kimsan? Kimsan? Qaysiman? Soqov. Borda ukam. Uyingga ye, una yurmasdan. Aka toza tabiat olasizmi? Yo'q, kerak emas. Aka ariyani to'zitib o'zim olib kelyapman. Qarang chaqib tashadi. Yo'q, kerak emas. Ona arisi ham bor ichida. Oy, ona arini qidirib kelishdi. Yangilikni qara. Xonsaroyning muhabbat shahri loyihasidan boshlang'ich 15% ni to'lab, uy xarid qilishingiz mumkin ekan. Zo'r ekan u. Bolangizga hunar ham o'rgatay demaysiz. Qachon sportga boring? Dada, Ana, daydingiz keldi. dada daftarim tugagan ekan, mashinangizda dars qildim. Dada mana kapoti bilan mana o taraflarda matematikadan dars qildim. Mana bu tarafida odam va uning salomatligidan dars qildim. Ertaga mashinangizni berib tursangiz, ustozimga uy vazifani ko'rsatardim. Qo'yag'i signal berma. Odam bo'lib keldik, odam bo'laylik. Sen odam bo'lmaysan. Joningga tegdi. Nima qilding mashinani? Yur oldimga tush. Sportga beraman sen. Bolangiz hozir oyog'ini sindirib qo'yadi. Dada raqib tayog'ini balovoy tortib sindirdim, lekin nimagadir meni oyog'im og'riyapti. Bizni tochoq dushdan chiqmaydigan bo'lib qoldi. Sigiri chekyaptimi? Hozir somsaxonaga sovus qilaman. Dada o'lib qolaman shekilli. Chekasan hayvon, yana bir marta chekki, boshqa narsa chekasan. Ha, hayvon shuncha boylikni kimga qoldiraman? Bir hunar ham o'rganay demaysan. Qishloqqa borib itni ishlataman seni, yurmayoqqa qo'yaman. Dada, men sizga arava emas, meni big'illatib ishlatyapsiz. Men sen qo'yag'iga Xonsaroyda fazo loyihasida 22 oylik muddatli to'lovga white box holatda uy olib qo'yibman. Dada, arava topaylik. Ming'illama hozir aravani o'rtasiga tepaman. Dada, o'tiradigan apparat bor edi-yu. Sen o'rasan hayvon. Bir gektar turibdi hali, tez-tez ol. Nodirbek o'g'lim obedga chiq. O'g'lim obedga emas, shomga chiqar shekilli. Nodirjon o'g'lim. Nodir, tur ishga yaramayapsan, seni sportga olib boraman o'g'lim. Ketdik dada. Dada, men yomon qo'rqib ketyapman. Qo'rqma, mujik bo'lasan, meni o'g'limsan, davay bos. O'g'lingiz o'lib qolmaydimi ish qilib? O'lib qolmaydi, sport bilan shug'ullansin. Bolangizni bo'ynisini yo'q. Qo'ya surtib qo'yamiz, yaxshi o'tib ketadi.